Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Test tahlilini davom ettiramiz. Demak, 5-oktyabr 2025-yil 1-semina matematika milliy sertifikat savolini ko'rib chiqamiz. Savol quyidagicha: x va y ning ixtiyoriy natural qiymatlarida qaysi ifoda juft son bo'ladi? Endi x va y ga ixtiyoriy sonlar berib ko'ramiz. Demak, x ga 1 beraylik, y ga ham birinchi holatda 1 beraylik. Demak, x ga 1 ni kvadrati plus 1 ni kvadrati teng 1 plus 1 teng 2 juft son bo'ldi. Endi x ga 1, y ga 2 berib ko'rdik. Endi 1 ni kvadrati plus 2 ni kvadrati teng 1 plus 4 teng 5. Bu to'qib qoldi. Bizda esa ixtiyoriy natural qiymatda juft bo'lsin degani uchun mana bu qiymat qanoatlantirmagani uchun A javob xato variant bo'ladi. Xuddi shunday B javobni ham tekshirib ko'ramiz. 1 1 1 2 qo'yib ko'raylik. Demak, 1 ko'paygan 1 plus 1 teng 2 juft bo'ldi. Mana bu variantda endi 1 ko'paygan 2 plus y-imizning qiymati 2 edi. To'g'ri bo'ldi. Lekin mana shu ifodada y qiymati 1 bo'lganda, ya'ni o'rnini almashtirgan vaziyatimizda, mana bu vaziyatda 2 ko'paygan 1 plus 1 degan ifodamiz 3 bo'lib qoldi. Bu ham to'q bo'lib qoldi. Shuning uchun bu variant ham xato bo'ladi. C variantga to'xtalamiz. Demak, x ga 1, y ga 1 qo'yib ko'ramiz. 1 plus 1 ko'paygan 1 teng 2. Bitta variantni qanoatlantirdi. 1 plus 2 ko'paygan 1. Ya'ni x ga 2, y ga 1 bergan variantimiz. Bu vaziyatda javob 3 bo'ldi. To'q son chiqib qoldi. Bu variant ham xato bo'ldi. Endi D variantni tekshiramiz. D variantimizda x ga 1 plus 1 ko'paygan 1 ko'paygan 1 2. Endi 1 plus 2 2 1 teng 3 6. Ikkala vaziyatda ham juft chiqqani uchun D variantimiz to'g'ri variant bo'ldi. Ya'ni 1 ham 2 ham qo'yganimizda ikkalasi ham juft son bo'lgani uchun D variantini oldik. E'tiboringiz uchun rahmat. Davom eting.